Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tilidan o'qishda qissa. Bugungi o'qiydigan hadisimiz Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan. Sizlar uchun unda ko'ngillaringiz istagan narsa muhayyo, hozir. Bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan ukshaydi. Kana yawman yuhaddithu Nabiy sallallohu alayhi vasallam va indahu rajulun min ahli al-badiya. Kunlarda birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlab turganlarida yonida sahroyi arablardan bittasi bor edi. Payg'ambarimiz shunday dedilar: "Anna rajulan min ahli al-jannati ista'zana rabbahu fi az-zar." Jannat ahllaridan bo'lgan bir kishi jannatga kirganida Parvardigoridan ekin-tikin qilishlikka izn so'radi. Jannatda dehqonchilik qilishlikka izn so'radi. Alloh taolo aytdi: "Qala lahu alasta fi ma shi'ta?" Qala bala walakinni uhibbu an azra. Alloh azza va jalla unga: "Axir ko'ngling istagan narsani chidamasmisan? Jannatda emasmisan?" "Ha, Parvardigor, lekin men ekishni yaxshi ko'raman." Dehqon odam ekanda. فأسرع فبادرت طرف نباته واستواؤه واستقصاده فكان أمثال الجبال. Alloh taolo izn berdi. Mana shu ekishni yaxshi ko'radigan kishi ekdi. Ekdi, o'sishi, unishi, pishishi, tog'dek bir katta xirmon bo'lib o'rilishi, ko'z ochib yumilishi sodir bo'ldi. Bir lahzada nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Endi savol, qayerga boradi buni? Asfaltga gap chiqib, bunday sotyapti, qog'ozni sotyapti. Endi bu qayerga boradi? Jannatda ham bozor bo'ladi, birodarlar. Faqat u bozorda oldi sotdi bo'lmaydi. Juma kuni bo'ladi u bozor. O'ylamang, u yerga bormaydi. Bu ekin-tikin mana shu bandani ko'ngli ishtaho qilganligi uchun, ko'ngli shu narsani istagani uchun Alloh taoloning shu narsani muhayyo qildi. Fa yaqululloh azza va jalla dunaka ya ibn adam fa innahu la yushriku shay'un. Ya odam bolasi dedi Alloh taolo. Seni dedi hech narsa qo'ydirmaydi. Payg'ambarimizdan bu ajib hadisni eshitib turib, bu yerga yonida turgan Arabiy aytdiki: فقال العربي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب الزرع. يا رسول الله bu odam yo Qurayshlik yo Ansorlardan bo'lsa kerak dedi. Chunki ular ekin-tikin ekadigan xalq. Biz esa sahrolar ekin-tikin ekmaymiz dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulib yubordi. Mana hadisning matni. Hadisdan olinadigan xulosalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarini, sahroiylarni, iymon keltirgan kishilarning barchalarini jannatdagi ne'matlarni aytib, ularni shavqlantiradi. Alloh taoloning ibodatiga ularni shijoatini oshiradi. Chunki mana ish qilsang, mana bu mukofot bor desa, haliga o'g'lingizmi yoki qo'lingizdagi xizmatchingizmi mukofotni o'ylab turib yaxshiroq ishlaydi. Payg'ambarimiz musulmonlarni mana shu jannat bilan shijoatlantiradi. Ikkinchi olinadigan xulosa, jannatiylar Alloh azza va jalla bilan birodarlar gaplashadi. Qiyomat kunida hisob-kitobdan o'tib, sirotdan qutulib jannatga kirgan bandalar jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlarni olar ekan, bularning ichidagi eng oliy ne'mat Alloh subhanahu va taoloning ko'rishi va Robbilariga gapirishligi. Mana hadisda ma'lum bo'ldi, bu yerga dehqon odam ekaman deb Parvardigorga nima qildi? Xitob qildi. Uchinchidan, jannatiylar jannatda nimani xohlasa, ular uchun muhayyo bo'linishligi ham mana shu hadisdan ma'lum bo'lib turibdi. Jannatiylardan biri aytar ekan, boshqa hadislarda keladi, Parvardigor farzand ko'rishni xohlayman dedi. Farzand ko'rishni xohlar ekan. Birodarlar, bu farzand ko'rishlik degani bilasizlar, bu hayz, nifos, bu narsa bo'lmaydi. Ahli yaqinlik qiladi, tug'ilishi, o'sishi, ulg'ayishi bir lahzada bo'ladi. Omin aqlimiz. Payg'ambarimiz bekor gapmayapti-da, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan insonni aqli bovar qilmaydi.
Hozir mana dars tugaydi, aravani tugatamiz. Uylarga borib turib, bir yotib o'ylab ko'ringlar-da, eng zo'r lazzat ne'matni dunyoda. Eng hayolingizga umuman e'tibor beringda har qancha tasavvur qilmang, zo'r rohatni, jannatdagi rohat, ne'mat bundan boshqacha bo'ladi. Chunki biz aqllarimiz nima qilingan? Chegaralangan, cheklangan. U yerdagi narsani siz bilan biz aqlimiz bavar qilmaydi, tushunishlik. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Alloh aytadi, sizlar uchun u jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalaringiz bordir va sizlar uchun u joyda istagan narsalaringiz bordir. Nimani xohlaysiz? Nimani xohlaysiz? Nimani xohlashdan bilmay qolasiz, birodar. Chunki u jannatga borganda aqlingiz yetmaydigan ne'matlarni ko'rganingizdan keyin yana nimani so'raysiz? Nimani so'raysiz? Ko'nglingiz nimani kutsa shuni xohlaysiz. Dunyoda nimani orzu qiladingiz? Hammasi bo'ladi. Zo'r bir ovoz egasi bo'lish xohlamadingiz, ovozli eng go'zal odamsiz bo'lasiz. Chunki jannatiylar jannatga kirganda birodarlar, qari bo'laveradimi, yosh bo'laveradimi mo'min jannatga kirar ekan, erkak kishi 33 yosh bo'lib kiradi. Ayollar, muslimalar 18 yoshda qanday bo'lgansa mana shunday bo'lib kiradi. Erkaklar birodarlar, yuzlari Yusuf alayhisalomdek go'zal bo'lib kiradi jannatga. Ovozlari Davud alayhisalomdek shirin bo'lib kiradi jannatga. Bo'ylari Odam alayhisalomdek 60 metr bo'lib kiradi jannatga. Va jannatiylarning hammalarining qalblari xuddi bitta odamning qalbidek bir-biriga nisbatan jina kudurat bo'lmasdan xuddi tug'ishgan aka-ukadek o'tiradi. Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Biz ularning qalblaridagi jina kuduratlarini deydi Alloh olib qo'yamiz. Oltindan bo'lgan so'rilarda yastanib bir-birlariga xuddi tug'ishgan akalardek bir-birlariga qarab o'tiradi. Qayerda bu? Biz nimani so'rayapmiz Allohdan? Biz dunyoda qo'yapmizmi? Biz nimada o'tiribmiz bu yerda? Nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar. Parvardigor, biz sendan jannatini so'rayapmiz. Azobingdan panoh tilaymiz. Birodarlar, bir odam ikkinchi odamga mehmonga borsa, mezbon imkoniyatiga qarab turib mehmonni mehmon qiladi. Qanchalik imkoniyati katta bo'lsa, mehmondoshligi zo'r bo'ladi. Ziyofatxonasi, mehmonxonasi, dasturxoni, unga mehmoniga ko'rsatadigan marhamati cho'ntagiga bog'liq va himmatiga bog'liq. Ming himmatli bo'lganda ham himmati chegarasi bor, odamda himmatining chegarasi bor. Mashina mindirib olmaydi hech qachon sizga. Jabosi durroga chigib beradi, shu to'tamon. Har qancha boy bo'lsin chegarasi bor, lekin jannat kimi mehmonxonasi birodarlar? Alloh azza va jallaning fazli marhamatini chekib olma. Alloh taoloning imkoniyatini chekib olma. Alloh taolo cheksiz qudrat egasi bo'lgan zot. Ana shu joyga kelishimiz kerak. Ana shu joyga. 4-dan jannatda inson xohlagan ishi bo'lishi mumkin. Alloh bunga qodir zot. Ekin ekaman deyapti, ekin ekyapti. Farzandli bo'laman deyapti, farzandli bo'l deyapti. Nimani xohlaysiz? Nimani xohlaysiz? Mana yo'l ko'rida nimani xohlashingiz mumkin. Lechi, faqat 1, 2, 3, 5 ta narsa o'zingiz xohlaydigan narsa eng ko'pi. Ishonmasangiz sanab ko'ringlar. Shu 6-si o'sha takrorlanib qoladi, birinchisi bo'ldi. Biz hatto moronimiz ham cheklangan. Lekin jannatda bu ne'matlarning cheki yo'q. 5-dan mana insof qilaylik. Inson o'zini nafsi haqida fikr qilib ko'radigan bo'lsa, oxirat uchun yaralganligini topadi. Qaytaraman, hazm qilaylik. Yaxshilab insof qilib o'ylab ko'rsak, o'zimiz haqimizda biz dunyo uchun emas, oxirat uchun yaralganligimizni topamiz. Nimaga deysizmi? Dunyoda hamma boylik sizniki bo'lganda ham qanoatlanmaysiz. To'g'rimi? 10 ming qo'ysam yetarli degansiz. Savdogarlar 10 ming bo'ldi. Keyin aytdingiz 20. Xo'p, xullas sen qanchaligini o'zinglar bilasizlar? Yetyaptimi? Yetmaydi. 2013 yil mashina olib yurasiz, 2015 chiqadi. Inson zoti dunyo uchun yaralgan emas. Mo'min odam jannat uchun yaralgan. Chunki hamma yoqda Alloh berib qo'yganda ham rozi bo'lmaydi, to'ymaydi. U qachonki jannatga kiradi, Parvardigordan so'rab oladi, shunda qanoatlanadi. Bu to'yamiki, bu qurib ketgan nafsimiz deb so'raydigan bo'lsak, aytamiz, yo'q, dunyoda to'ymaydi. Qayerda to'yadi?
jannatga to'yadi. O'shini ham so'rayapti, qarang. Farzandli bo'laman deyapti bittasi ekin-tikin qilaman deyapti. Bu jannat rohat ziyofatxonada nima qiladi? Endi ekishni ham o'zi rohatdan unga qarang. Ekib qo'yadi bo'ldi. Bog'da hosil turibdi. Rohatmi? Rohat. Qilgan ishingiz chiroyli bo'lganini ko'rgan paytingizda bilasizmi, qanaqa quvonasiz? Demak, inson oxirat uchun yaralgan. Dunyoda to'ymaydi u. Milliard puli bor odamlar, yerdan chiqayotgan neft hisobidan milliarder bo'layotgan odamlarga ham yetmayapti, qaranglar birodarlar. Shu sotib olgan 2 gektar yerdan neft chiqib qoldi, hech narsa qilmaydi. Bitta neft kashf qiladigan kompaniyaga berib qo'ygan, prosta dividend yeb yotibdi-da. Shunga nima qilmaydi? Yetmaydi. Insonga yetmaydi. Shuning uchun ukalar, mana shunchalik to'g'rilik boshidan. Dunyoda inson to'ymaydi. Allohning qulchiligini qilsam, hayotim farovon bo'ladi, xotirjam bo'laman deb qulchilikda Allohning ibodatiga kuchimizni beraylik. Menman degan jahongirlar ketdi birodarlar. Yer yuzini titratganlar, yer yuzini qo'liga shunday jamlaganlar hammasi nima bo'ldi? Ketdi. 6-dan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu arobiy sahroyini so'zini eshitib kulishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kamtar zot bo'lganiga bir dalil. Qayerdagi sahroyi odam rahmatan lil alamin bo'lgan zotni oldida turib gapirsa, Rasululloh eshitib turibdi. Quloq solib, haligini gapidan ta'sirlanib kulyapti. Bo'lmasa bir davlatda boshliq bo'lgan odam mensimasa bo'ladi buni. Apchiqman, tutib tashlayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kamtarligidan dalolat. Alloh taolo barchamizni Firdavsul a'loga yaqin qiluvchi bo'lgan amal, so'zlarga muvaffaq qilgan bo'lsin. Jannat ayollarining go'zalligi. Bu mavzuda gapirganda hamma erkaklar uyqusi yoziladi. Jannat ayollari, hurlar. Mo'minning jannatdagi ayoli agar xotin dunyoda mo'mina bo'lib yashagan bo'lsa, bu ayol erini rozi qilib, eri ham Allohni rozi qilib jannatga kirgan bo'lsa, mana shu ayoli bilan jannatda ham birga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannat ayollari va hurayinlarning sifatlarida ular hayz va nifosdan pokiza bo'ladilar. Hayz nifos bo'lmaydi ular. Agar mo'mina jannati bo'lgan bo'lsa, uni jamoli shunday bir chiroyli bo'ladiki, payg'ambarimiz aytadilar, agar jannat ahlidan bo'lgan bir ayol bu dunyo osmoniga chiqarilsa, uni chiroyidan dunyo yorishib ketadi. Uni hididan dunyoni xushbo'y hid tutadi va boshidagi ro'moli bo'lar. Buxoriydan bu hadis. Boshidagi ro'moli dunyodagi hamma narsadan ko'ra afzalroq. Bitta ro'mol. Vallohi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu odamlarning kiyimlarini chiroyligidan deyapti payg'ambarimiz. O'ziga tushgan kiyim, chiroyli ipakdan, tillar bilan bezatilgan kiyimlar kelganda o'lja bo'lib. Oddiy kiyingan, sodda bo'lgan. Haligi qimmatbaho, hashamatbor kiyimlarni ko'rib turib, shundan ajablanyapsizlarmi chiroyiga? Allohga qasam, Sa'd ibn Muozni jannatda qo'lini artib tashlab oladigan ro'molchasi bulardan ko'ra yaxshiroq. Yerga qamchini bir ursangiz qancha chizadi? Vallohi jannatdagi bitta qamchida yozilgan yer dunyo va uning ichidagi narsalardan ko'ra afzal degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriydan keltiriladi, jannatga birinchilardan bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Ular jannatda tupurishmaydi, najosat chiqarmaydi, tellaydi. Faqat tellari mushk ambarning hidi bo'ladi. Ularning ichadigan idishlari oltindan, taroqlari oltin va kumushdan. Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lacak. Ularning sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Chunki o'zi muammo bo'lmaydi birodarlar. Birodar uyga bordi, zo'r mehmon bo'ldi, uyga ketish kerak, tashvish. To'g'rimi? Sizni xuriz bilan o'tirganingizni birodaringiz bostirib kirib kelaveradi, jannatingizga ko'rmaydi xurizni. U ham xuri bilan kirib kelyapti o'zi. Oxiring, biz eshikda borib turlar, deysiz, bezilib turasiz dunyoda. Eshik yopiqmikin, bir xotin xalas chiqib qolmasmikin deb turib, haligi erkak kishisiz, g'ayursiz, rashqi keladida o'ylanasiz. Ammo jannatda bu muammo yo'q, kelaverasiz. Birodarlar, shu yerga intilish kerak.
shu yerga intilishlik kerak. Xohlaymiz-mi, xohlamaymiz dunyoga kirgizishdi. Xohlaymiz-mi, xohlamaymiz dunyodan chiqarishadi. Faqat chiqayotganini yutib olaylik. Jannatlar jannatga kirgandan keyin Alloh taolo aytadi: "Yana ham ziyodaroq qilaymi?" deb. Parvardigor yana bormi? Axir jahannamdan chiqarmadingmi? Yuzlarimizni oq qilmadingmi? Sirotdan o'tkazmadingmi? Jannatingga kirgizmadingmi? Yana ham bormi? Alloh taolo aytadi: "Sizlarga qaytib g'azab qilmayman men." Alloh taoloning g'azab qilmasligi bu jannatlarga berilgan eng ulug' ne'mat bo'ladi. Lillazina ahsanu al-husna va ziyada. Chiroyli amal qilgan zotlar uchun eng go'zal oqibat va ziyoda ne'matlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odam deb o'ylaman." Jahannamdan oxirgi bo'lib chiqib, jannatga ham oxirgi kiradigan bandani bilaman. Bu kishi oxirgi bo'lib chiqdi. Kuydi, azoblandi. Alloh biladi 100 yil turdimi, 1000 yil turdimi, 10 ming yil turdimi chiqdi. O'tdan qochib kelar ekan, o't bir yetadi. Qochib qoladi. Bir yetmaydi. Yana ozgina yurgandan keyin o't kelib yana uradi. Payg'ambarimiz hikoya qilib beryapti, birodarlar. Haligi odam o'tdan bir narsa qiladida chiqib oladi. Oxiriga chiqayotgan odam jahannamdan. Qalbida zarracha iymoni bor odam jannatga kiradi, birodarlar. Amallari ko'pligi uchun, gunoh amallari ko'pligi uchun do'zaxda kuyadi, lekin bir kun chiqadi. Mana shu oxirgi odam jahannamdan chiqib kelyapti. Undan keyin hech kim chiqmaydi. O't yetmaydigan masofaga borib olgandan keyin sendan meni qutqargan Alloh azza va jalla buyuk deydi. Va dunyodagi eng katta ne'mat egasi ekanligini his qilib o'tiradi. Chunki qutuldilar o'tdan, birodarlar. Haligi o'tda kuyib azoblanyapti-da 1000 yilmi, 500 yilmi chiqib turib, sendan qutqargan Alloh har narsadan, har qanday aybdan pok deb rozi bo'lib o'tiradi. Chunki chiqdi-da. Hali shunisi berilmadi bunga, lekin azobdan qutuldi. Birodarlar, ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, zato tanish sog'u. Pulingiz ko'p bo'lmasa, zato qarzingiz yo'q-ku. Ko'ring siz turgan holatingizni, ne'matligini. Shunda Alloh taolo shu bandasini erkalatib, jannat daraxtlaridan bo'lgan bir daraxtni ko'zga yetadigan masofaga ko'rsatib qo'yar ekan. Banda rozi turgan holatidan, banda boshqa narsani so'ramayman degan, lekin Alloh taolo erkalatib ko'rsatib qo'yar ekan. Shunda banda daraxtga qarar ekan, o'zini holiga qarar ekan, "Ey Robbim" der ekan, "Shu daraxtni yaqin qilgan meni." Alloh aytar ekan: "Ey odam bolasi, agar uni bersam, yana ziyoda qil deb so'ramikinsan? Yo Parvardigor, shu daraxtni bersang bo'ldi, qaytib hech narsa so'ramayman." Alloh Karim zot nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Berar ekan. Haligi banda daraxtni ostiga kelganidan keyin uni soyasidan, mevasidan, hididan, haroratidan huzur olib, eng katta ne'matni menga beradi deb o'tiradi. Chunki yo'qda ko'rmadi undan zo'rrog'ini. Bizdan zo'rroq ne'mat olgan odamni ko'ramiz, o'zimizni ne'matni ko'rmaymiz. Shunday bir holatda turgan paytda Alloh taolo manbaroqdan undan ham chiroyliroq yana ko'rsatib qo'yadi. Haligi banda qaytib so'ramayman deb va'da bergan. Lekin banda u, ojiz u, zaif u, Alloh nimaga ko'rsatdi? Berish uchun ko'rsatdi. Daraxtga qarar ekan, o'zini holatiga qarar ekan, oxiri chidamasdan Parvardigor ana shu daraxtni ham ber der ekan. Ey odam bolasi, axir so'ramayman deding-ku, beraver Parvardigor der ekan. Agar uni bersam, bundan ham ziyodani so'rarmikinsan? Parvardigor boshqa so'ramayman dedi. Undan ham kattaroq daraxtda turibdi, endi bu undan ham zo'r. Endi zo'r bo'ldi deb tursa, Alloh taolo jannatga yaqin, jannatning darvozasiga yaqin bo'lgan yana bitta daraxtni ko'rsatadi. Shakir qo'ymaysiz-da, ona jannatga tez-tez. Mana ko'ringlar-da. Bu yerda o'tirgan odamlar har xil holatdamiz. Ijtimoiy, iqtisodiy holatimiz har xil. Lekin jannat haqida gapirilsa, oxirat haqida gapirilsa, qalblarimiz bir xil huzur oladi. Nima alomati bu? Siz bilan bizdagi iymonning alomati. Endi hech narsa ta'sirini o'tiribsizmi? Bu meni aybim emas. Agar sizga ta'sir qilmayotgan bo'lsa, sizga muammoyingiz. Chunki boshqalarga ta'sir qilyapti.
Haligi banda Parvardigoridan shu daraxtni ham so'raydi. Alloh taolo beradi. Beradi. Endi hech narsa so'ramayman deb o'tirganida Alloh taolo jannatni qizil oltindan bo'lgan darvozasini ochib qo'yadi. Daraxtni tagida o'tirib maza qilyotdi. Alloh taolo endi jannatni ham ko'rsatib qo'ydi. Jannatdagi qasrlar, xizmatkorlar, bog'lar, qushlar, suvlar, sharoblar buni ko'rgandan keyin banda sabr qila olmaydi. Yana qaytarib aytamiz, Alloh azza va jalla nimaga ko'rsatyapti buni? So'raylar mendan deyapti Alloh taolo. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum deyapti, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Robbim meni jannatga kirgizdi. Ey odam bolasi, Alloh taolo, nima qilsam rozi bo'lasan, nima qilsam xursand bo'lasan, jannatga kirishsan bo'ldi deydi. Kirdi. Deganda banda xijolat bo'lib, Parvardigor joy qoldimikin menga deydi. Chunki kim oxirgi bo'lib ketyapti bu? Oxirgi bo'lib ketyapti. Shunda Alloh taolo ajib bir nido qiladi, agar senga dunyochalik jannatni bersam, rozimisan? Yana shunchani qo'shib bersam, mana shu dunyo hayotimizga 2 barobar keladigan, yer shariga 2 barobar keladigan jannatni bersam, rozi bo'lasanmi derak? Dunyodagi qaysi podshohning mulki yer yuziga tegdi? Bo'lganmi bu narsa? Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi bu kimga berilyapti bunchalik ne'mat? Oxirgi odamga berilyapti. Oxirgi odamga berilyapti. Allohning karamini ko'ring, birodarlar. Shunda senga shu dunyoni chalik va shunga qo'shimcha bir jannatni bersam rozimisan deganda, Parvardigor meni masxara qilyapsanmi dedi ekan. Deb turib Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kuldi. Kulib turib, nimaga kulayotganimni so'ramisizlarmi? Nimaga kulyapsiz deyishdi. Rasululloh kuldi. Rasululloh nima uchun kulganini so'ramaysizlarmi dedi. Rasululloh nimaga kuldi dedi. Boyaga Parvardigor meni masxara qilyapsanmi deganda Alloh taolo kuldi dedi. Bu eng oxirgi bandasiga Alloh taolo eng oxirgi jannatga kirayotgan bandasiga shuncha marhamat qilyapti. Ittiroq kelganlarga bor ekan. Alloh taolo unga faloncha ne'matni beringlar deydi. Banda roziman deydi. Alloh taolo yana shuncha beringlar deydi. Banda roziman deydi. Yana shuncha beringlar, roziman. 4 marta aytadi. 2 marta emas, 4 marta aytadi. Alloh taolo aytadi. Yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik, yana shunchalik ziyoda qilinglar deydi. Nechta bo'ldi? Bu dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi. Kimga? Oxirgi kirgan bandaga. Sahobalar buni eshitib, "Ya Rasululloh, bu oxirgi kirilgan odamga shuncha berilsa, sal yuqoriroq manzillardagiga nima beriladi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Uni hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni aqli bovar qilmaydigan ne'matlar." Kirar ekan bu, davomi bor. Kirib, huri ayinlardan ikkitasi uning oldiga keladi. U kufr aytadi, "Seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd sano bo'lsin" deydi. U kishi aytadi, "Menga hech kimga berilmagan" xotin maqtanar ekan. Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi deb turib ayollarning oldida maqtanar ekan. Menda dunyoga 10 barobar keladigan jannat bor deydi. Birodarlar, bir otani Alloh taolo jannatdagi manzilatini ko'tarar ekan. Qiyomat kuni tilla tosh kiygizar ekan. Nurdan bo'lgan libos kiygizar ekanki, Parvardigor meni bunchalik aqlim yo'qdi-yu, qayoqdan keldi bu narsa? Farzandingga Qur'on o'qishlikka sharoit qilib berganing uchun va farzanding Qur'onni ta'lim olib, unga amal qilganligi uchun. Ko'raylik farzandlarimizga nimani ta'lim beryapmiz, nimani o'rganishlikka ularga bir sharoit yaratib beryapmiz. Nimani deb odamlar bir-biridan itmushi bo'lib yuribdi odamlar. 5%, 3%, 10% foydali odamlar umrini o'tkazib yoryapti. So'raylik o'zimizdan. Mana shu jannatga biz oshimizmi, yo'qmi? Mana shu jannatga kirishda umidimiz bormi, yo'qmi? Birodarlar, muborak Ramazon kechalarida o'tiribmiz. Boshqa oilada qilingandan 70 barobar ajr ko'p bo'ladi bu oyda qilingan amallarni. Qadriga yetaylik. Qadriga yetaylik.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.